kunlar muborak bo'lsin, yana bir bor yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Bugungi xonadon ahli, bugungi to'y egalarini, Zilola yangamizni, G'ulom akamizni bugun mana shu farzandlarning to'ylari bilan yana bir bor muborakbod etamiz. To'ylari muborak bo'lsin. Rahmat. Sanjar aka yo'l aytamiz. Hozir to'yxonamizda piyona jo'ralar ishlayapsizlar. Piyona jo'ralar, to'yxonamiz xodimlari, yigitlar. Yo'llar aytishaverasizlar. To'yxonamizdagi yigitlar hamma. Yigitlar hammamiz birgalikda qutlug' bo'lsin to'ylari. Sal eshitadi bo'lsin. Qutlug' bo'lsin to'ylari.